1949-yil 4-aprel insoniyat xotirasiga muhrlanadigan eng uyushgan yovuz ittifoq tuzildi. Unga Shimoliy Atlantika shartnomasi, ya'ni NATO deb nom berildi. U dunyoga go'yoki Sovet ittifoqi tahdidiga qarshi mudofaa qalqoni sifatida tanishtirdi. Ammo aslida bu ittifoq tashkil etilgan birinchi kundanoq G'arb kapitalizmining mustamlakachilik tartibini saqlab qolish, yer yuzida mazlum xalqlarni bo'ysundirib turish uchun yaratilgan ulkan bir qilich edi. Sovet ittifoqi parchalandi, sovuq urush ham tugadi, ammo o'sha qilich qiniga qaytmadi, chunki ularning nazaridagi haqiqiy dushman hech qachon o'zgarmagan edi. Bu islom va uning uyg'onishidan qo'rqqanlari islom ummati edi. Xo'sh, bu ummat farzandlari qanday qilib ana shu qonli tarmoq ichiga kirib qoldi? 1952-yil Turkiya G'arbning ko'ziga ko'rinish, o'sha yovuzlar davrasida o'ziga joy olish uchun hech qanday aloqasi bo'lmagan, mutlaqo begona bo'lgan Koreyaga minglab farzandlarini yubordi. Yuzlab musulmon yigitlar okean ortidagi manfaatlar uchun jon berdi. Turkiya esa farzandlarining qoni evaziga NATOga qabul qilindi. Musulmon xalqning armiyasi islom yurtini parcha-parcha qilib tashlaydigan mexanizmning ilg'or qo'rqchisiga aylandi. Chegaralar ummatni emas, Vashington va Bryussel manfaatlarini himoya qilish uchun to'siqlar bilan o'raldi. Ko'zlaringizni oching va dushmaningizni ko'ziga qarang. Demokratiya dedilar, ammo qayerga borsalar o'lim olib keldi. 20 yil davomida Afg'oniston osmonida NATO samolyotlari masjidlarni, bozorlarni, maktablarni va hatto shifoxonalarni bombardimon qildi. Bir avlodni yetim va nogiron qilib qoldirdi. Liviyani barqarorlik bahonasida parchalab, fuqarolar urushiga tortishdi. Keyin esa uni neft konlarini egallab oldi. Bosniyada musulmonlarning qurollarini xavfsiz hudud degan yolg'on bilan yig'ib olib, ularni serb qotillariga topshirgan ham aynan NATO edi. Faqat to'g'ridan to'g'ri harbiy amaliyotlar va ular ortidan qoldirgan vayronagarchilik sababli 1 milliondan ortiq musulmon halok bo'ldi. Bizning yurtlarimiz ular uchun sinov maydoniga, jonlarimiz esa G'arb statistikasidagi oddiy raqamga aylandi. Biz bu dardlar bilan azob chekayotgan paytda esa yillar davomida bizni soxta ertaklar bilan aldab keldilar. Go'yoki islom armiyasi tuzildi, harbiy paradlarda ko'rindi-yu, keyin esa izsiz g'oyib bo'ldi. G'arbga qarshi chiqamiz deb minbarlarda balandparvoz nuqta so'zlashdi. So'raymiz, qani o'sha qo'shin, qani o'sha qog'ozda chiroyli ko'ringan, ammo amalda yo'q bo'lgan armiya? G'azoda chaqaloqlar ochlikdan azob chekkan, bombalar ostida parchalangan paytda, Sharqiy Turkiston faryod chekkanda o'sha saroy qo'shinlari qayerda edi? O'sha go'yo islom armiyasi ummatning g'azabini bosish uchun, uni ovutish uchun o'ylab topilgan katta yolg'ondan boshqa narsa emas edi. G'arb chizib bergan chegaralardan tashqariga chiqa olmaydigan, Vashingtonning roziligisiz joyidan ham qimirlay olmaydigan bu tuzilmalar ummatni faqat ovutib keldi, jallodiga esa vaqt yutib berdi. Bugun yer yuzida 57 ta musulmon davlat bor. Dunyoning eng yosh va eng kuchli aholisi, yer osti boyliklariga to'la hududlar, strategik bo'g'ozlar va 2 milliardga yaqin musulmon mavjud. Jahon neft zaxirasining 60% dan ortig'i, tabiiy gaz zaxirasining qariyb yarmi musulmon yurtlarida joylashgan bo'lsa-da, ularning aholisi hali ham qashshoqlikda yashamoqda. Jahon savdosining asosiy tomirlari bo'lgan Suvash kanali, Hormuz bo'g'ozi, Bab al-Mandab bo'g'ozi, Malakka bo'g'ozi va Istanbul bo'g'ozi musulmonlar hududida joylashgan. Agar musulmonlar birlashsa, bu imkoniyatlar qirollik va bosqinlarni to'xtatishga hamda jahon siyosatiga kuchli ta'sir o'tkazishga yetarli bo'lar edi. Bir tomonda e'tiqoddan uzoqlashgan, dunyo hayotiga mahliyo bo'lgan, texnologiya bilan faxrlanadigan, ammo boshlagan ko'plab urushlarida mag'lub bo'lgan va insoniyatga aytar gapi qolmagan G'arb turibdi. Uning qarshisida esa ulkan mehnat kuchi, qalbida shahidlik orzusini olib yurgan musulmonlarning 57 ta yurti turibdi. Xo'sh, shunday ulkan kuch nega parchalanib ketgan? Chunki bizni birlashtirib turadigan umumiy qalqonimiz yo'q. Bu xorlikda
qutulishning, global qamalni yorib chiqishning va haqiqiy mustaqillikka erishishning yagona yo'li bor. Bitta ummat, bitta bayroq, bitta davlat g'oyasi. Bu g'oya g'arb ruxsati bilan tuzilgan tashkilotlar orqali emas, balki faqat va faqat xalifalik orqali amalga oshishi mumkin. Xalifalik shunchaki tarixiy xotira yoki afsona emas, u ummat qo'shinlarini yagona qo'mondonlik ostida birlashtiradigan, yurtimiz boyliklarini ummat manfaati yo'lida taqsimlaydigan va bizni NATO kabi qotil tarmoqlarning zanjiridan xalos qiladigan yagona kuchdir. Musulmonlarning himoya qalqoni bo'lgan xalifalik tiklansa, qarshimizda na NATO qoladi va uning mahalliy malaylari qoladi. Ey musulmonlar, soxta ittifoqlarga, g'arbning tizilmalariga muhtoj emassiz. Zanjirlaringizni uzing, izzatingizni himoya qiling. Islomning buyuk qo'shni qayta tiklanmoqda. Istiqbol islomnikidir, zafar esa mo'minlarnikidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.